Real Madridni yozda tark etadigan 9 futbolchi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum. Futbol ixlosmandlari va Secretix oilasi. Agar siz haqiqiy futbol ortidagi haqiqatni bilishni istasangiz, demak siz aynan kerakli joydasiz. Shu sabab hoziroq videoga like bosishni, kommentariyada o'z fikringizni yozishni va albatta Secretix kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda siz hali hech qayerda eshitmagan maxfiy ma'lumotlarni bilib olasiz. Bugungi mavzu esa Realda boshlanayotgan katta tozalash 9 ta futbolchi haqida. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Madridning Real klubi yozda birdaniga 9 nafar futbolchi bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda va bu qaror allaqachon butun futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Florentino Perez sabrini yo'qotdimi? Yangi mavsum Real uchun juda og'ir kechdi. Chempionlar Ligasi, La Liga va kuboklar hammasi birin-ketin qo'ldan chiqmoqda. Eng yomoni esa jamoa ichidagi muhit buzilmoqda. Kiyinish xonasidagi sovuqlik, egochilar murabbiy bilan muammolar, bularning hammasi klub rahbariyatini katta qaror qabul qilishga majbur qildi. Endi esa Madridda katta tozalash boshlanadi. ABS nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Qirollik klubi yozgi transfer oynasida kamida 9 nafar futbolchini kuzatib yuboradi. Va eng qizig'i, bu ro'yxatda muxlislar kutmagan nomlar ham bor. Birinchi shov-shuv Andrey Lunin. Ko'pchilikni hayratga solgan ism Andrey Lunin. Ha, o'tgan mavsum jamoani bir necha bor qutqargan darvozabon. Ayrim o'yinlarda aynan uning seyflarsiz Real juda katta muammoga duch kelishi mumkin edi. Ammo klub nima qilmoqda? Uni sotmoqchi. Sababi oddiy. Real Madrid asosiy darvozabon sifatida hali ham Kurtuaga tayanadi. Lunin esa zaxirada qolishni istamayapti va bu yozda uning ketishi deyarli aniq bo'lib qolgan. Fran Garcia ham ketadi. Yana bir kutilmagan nom Fran Garcia. Bir paytlar muxlislar undan katta umid kutgandi. Tezkorligi, harakatchanligi va hujumga qo'shilishi bilan u ko'pchilikka yoqqandi, lekin Madrid kabi katta klubda barqarorlik juda ham muhim va Fran aynan shu jihatda qiynaldi. Raul Asensio yangi talant ham ketadimi? Eng og'riqli xabarlardan biri Raul Asensio haqida. Yosh futbolchi katta potensialga ega edi. Ammo Real rahbariyati unga yetarlicha ishonmayapti. Klub hozir tajribali va tayyor futbolchilarni afzal ko'rmoqda va shu sabab Asensio transferga qo'yilgan. Dani Ceballos oxiri yetdimi? Mana yana bir katta savol. Dani Ceballos nega muvaffaqiyat qozona olmadi? Bir paytlar u Real yarim himoyasining kelajagi deb atalardi. Ammo yillar o'tdi va u hali ham asosiy tarkib futbolchisiga aylana olmadi. Murabbiylar almashdi, taktiklar o'zgardi, ammo Cebalosning holati o'zgarmadi. Shu sabab klub yozda u bilan xayrlashishga tayyor. Eng katta shok Kamavinga. Mana eng katta sensatsiya. Eduardo Kamavinga ham ketishi mumkinligi aytilmoqda. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Bir necha yil oldin Realning eng katta kelajagi sifatida ko'rilgan futbolchi endi transferga qo'yilishi mumkin. Nega? Sababi klub rahbariyati uning rivojlanishidan to'liq qoniqmayapti. Ayrim ekspertlarning fikricha, Kamavinga juda iste'dodli, ammo hali ham o'zining eng yuqori darajasiga chiqa olmagan. Va agar katta taklif bo'lsa, Real uni sotishga tayyor. Gonzalo Garcia ham ketadi. Yosh hujumchi ham o'yin amaliyoti yetishmasligi sabab ketishga yaqin. Madridda raqobat juda katta. Mbappe, Vinicius, Rodrigo va Endrik. Bunday tarkibda yosh futbolchiga imkon topish juda ham qiyin. Shu sababli klub uni boshqa jamoaga yuborishga tayyor. Franco Mastantuano ijaraga beriladi. Argentinalik super talant haqida ham katta rejalar bor. Real uni yo'qotishni istamaydi, ammo hozircha asosiy tarkibda muntazam o'ynashi qiyin. Shu sabab klub uni vaqtincha ijaraga yuborib, tajriba orttirishni xohlamoqda. Endi esa eng og'ir qism David Alaba va Carvajal. Ha,
Madrid afsonalari bir paytlar jamoaning tayanchi bo'lgan futbolchilar, ammo vaqt hech kimni ayamaydi. Jarohatlar, yosh va tezlikning pasayishi bularning hammasi klubni og'ir qaror qabul qilishga majbur qiladi. Real ular bilan shartnomani uzaytirmaydi. Bu esa muxlislar uchun juda katta zarba bo'ldi. Florentino Perez nima qilmoqchi? Mana eng muhim savol. Nega birdaniga shuncha futbolchi ketmoqda? Sababi oddiy. Real yangi loyiha boshlamoqchi. Yangi avlod, yangi liderlar, yangi tizim va Perez eski davrni tugatishga qaror qilgan ko'rinadi. Mbappe va yangi Real. Ko'pchilik ekspertlar bir narsani aytmoqda. Endi Real butun loyihani Mbappe atrofida qurmoqchi. Yangi transferlar, yangi taktika va yangi murabbiy. Hamma fransuz super yulduzi uchun moslashtirilishi mumkin. Ammo bu qaror xavfli ham bo'lishi mumkin. Kiyinish xonasida yana muammolar boshlanadimi? Sababi jamoada hali ham Vinicius, Bellingham va Valverde va boshqa katta egolar bor. Agar murabbiy vaziyatni boshqara olmasa, Real ichidagi mojarolar yanada kuchayishi mumkin. Muxlislar esa ikkiga bo'lingan. Bir tomonda tozalash kerak deganlar va ikkinchi tomonda esa afsonalarni bunday kuzatib bo'lmaydi deganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda esa haqiqiy urush ketmoqda. Bu faqat boshlanishi bo'lishi mumkin. Yoz hali boshlanmadi. Oldinda esa katta transferlar, yangi murabbiy, ichki mojaro va yana shov-shuvli qarorlar kutmoqda. Bularning markazida Madridning Real Madrid klubi turibdi. Hurmatli tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Real qaysi futbolchilarni olib qolishi kerak? Kim ketishi to'g'ri qaror va eng muhimi, bu katta tozalash jamoani qutqaradimi? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz barcha kommentariylarni o'qiymiz va albatta javob beramiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni, albatta kommentariya yozishni va Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda sizni hali oldinda yanada shov-shuvli, yanada sirli va futbol olamini portlatadigan eksklyuziv videolar kutmoqda. Secret X bu futbol ortidagi yashirin haqiqatlar maskani.